Odamlar o'zini stilini voshya qanaqa topadi? Kelinglar, men shu savolga javob beraman. Menimcha hamma juda ham yaxshi biladi, что odamlar o'zini stilini topib tug'ilmaydi va har xil period vaqtlarda odamlarning stili o'zgarib turadi. Nimaga? Chunki sizlarning stilinglar bu shunchaki kiyinish odati emas. Kechiringlar, yonimda to'y bo'lyapti, lekin oynani yopolmayman chunki juda ham issiq. Odamlarning stili o'zini xarakteri, tabiati, nimalarni yaxshi ko'rishi va в целом qanaqa odamlarga bog'liq. To'g'rimi-to'g'ri xarakterga bog'liq. Chunki, например, tasavvur qilib ko'ringlar, sizlarning o'rtog'inglar bor, или o'zinglar. Sizlar juda ham oqko'ngil, juda ham добрый, sekin, sokin gapiradigan, spokойный odamsizlar va sizlarga qanaqadir o'tkir plechali, qanaqadir mужественность beradigan kiyim kiyg'izib qo'yishadi yoki qanaqadir agar sizlar spokойный bo'lsanglar, sizlarga кричащий ranglarda to'q bordoviy, to'q fioletoviy shunaqa o'zi baqirib turadigan ranglarda kiyim kiygizish mumkin emas. Даже kiydirsa ham bo'ladi, lekin sizlar u kiyimda o'zinglardagi чувствовать qilmaysizlar. Chunki bu to'g'rimi-to'g'ri sizlarning xarakteringlar bilan tushmaydi, mos kelmaydi. Или же наоборот, qanaqadir lider odamga hamma narsani o'z bo'yniga ola oladigan, прям zo'r hamma narsani mужественности bor odamga нежный, девчачий kiyim kiygizsa tushmaydi. Tak, men bu bilan nima demoqchiman? Agar sizlar o'zinglarning stilinglarni qidirayotgan bo'lsanglar, hech qanaqa trendlarga, hech kimga qaramanglar. Odamlardan qarab olmanglar. Birinchi o'rinda o'zinglarni analiz qilinglar. Bu degani qanaqa sizlar odamsizlar, qanaqa ranglarni yaxshi ko'rasizlar, kiyib ko'ringlar, qanaqa kiyimda sizlar o'zinglarni prям yaxshi his qilasizlar. O'zinglarni bo'sh qo'ya olasizlar. O'zinglarni vau, mana shu kiyim, mana shu rangda men o'zimni уверенный his qilaman deya olasizlar. O'sha narsani o'zingizda kopasiya qilib topishinglar kerak. Va stil hech qachon sizlarga bittada kelib qolmaydi. Baribir harakat qilib ko'rib, men shuni yoqyapti, kiyib ko'raman. Menga yoqmadi, o'zimni tutishim bu kiyimda, значит bu meni narsam emas deb opit yordamida topiladi va birinchi o'rinda stilinglar sizlarni xarakteringlarni ko'zgusi bo'ladi, отраженияsi bo'ladi. Так что bilaman, ko'pchilik kichkina qizlar o'zining stilini topishga harakat qiladi. Eksperimentiруйте, старайтесь. И yana shunaqa videolar kerak bo'lsa, yozinglar, men qilib beraman.